بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في قرآن العزيز: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Ey müminler, Allah Subhanahu ve Taala'dan hakiki takvadar buluşta takvadar bulunlar. Aranlarını ıslah kılınlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunak degen ki: İyyâkum ve su'a zâtil beyn fe innehel hâliqa. Sizler aranlarının yaman bulup kılışından sakınlanlar. Aranlarının buzulup gitişinden sakınlanlar. Hakikaten aranlarının buzulganlığı dinini yo'qotganlik, dinini tushirganlik degan. Demek, mana bu oyat bizlarni ulamolar, ustozlar, siyosiy rahbarlar, xalqlar, musulmonlar hammamiz o'zaro birsimizga aramızda ıslah qilg'uchi, islohotchi bo'lishimiz. Islohotchi deganning ma'nosi o'zimizni yaxshilab, ondan boshqalarni yaxshilaydigan bo'lishimiz. O'zaro haqiqiy qarindoshlik munosabatini o'rnatishimiz lozim ekanligini bildirdi. Mana bu oyatlar bizga hozirgi biz yashayotgan mushu davrda bo'libmi xalqimiz ishida mayli tor internetlarda bo'lsin, telefonlarda bo'lsin, Facebook'larda bo'lsin, Twitter'larda bo'lsin, islom va hidoyatga boshlagan bizning dunyo va oxirat baxtsiyotimizga yetakchi bo'lgan, bizningki zulmdan, iskanjidan qutulishimizga tirishchanlik qilayotgan, ham shundaqla bu dunyo hayotida qorong'u, ozg'unlik, har turli izitqlardan qutulib, küfrünün ve fasıklıkның, cahiliyetinin zulümlerinden iman ve ilim, nur hidayetinin nuruga, Kur'an ve hadisinin nuruga bizni çıkırış için tirişçallık kılıvatkan ustazlar, ulumalar, dini rehberlerimiz ve siyasi boğan Kur'an'a uygun yeteklep mağdıgan rehberlerimizden bulup mu ustaz ulumalarımızdan ki keyni de her xil fitnelerini kılış arkalık ularga böhtallarını çaplaş arkalık aramızını ıslah kılış emas, belki aramızını buzuş. Allah Teala'nın düşmanlarının, zalim kafirlerinin her türlük bizi kılgan suikastige, düşmanlikiga biz masışıp kafirinin depölen usul oynap saladigan ustaz ulumalarımızga hakaret kılıdigan yoki edepsizlik kılıdigan mana mushundaq yamanlıklar arkalık bizninki bişimiz bilen ayığımızdan, bizninki rehberlikimiz bilen ergeçlerimizden otursa buzuluşka her türlü fitnege düşüşke yüzünü atadık yerindaşlarımız. Şunun için biz hakiki Allah Subhanahu ve Taala'nın bizden çakırgan çakırgıga avaz koşulgan Müslüman da olsak, biz ulumalarımız bilen aramızını ıslah kılışka, ulumalarımız tövendeki kişiler bilen aramızını ıslah kılışka, halklar bilen ulumalar her birisi bir can, bir kıyırındaş buluşka tirişçallık kılışımız gerek. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de innemel mu'minune ihve, Resulullah mu'minler bir tukkan, bir kıyırındaş, onlarını iman bir yaya ekili doğdu dedi. Yine Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ve inneke le ala hulukin azim. Hakikaten sen ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam elbette kat ahlak üstüge sen dedi. Kıyırındaşlarımız biz öz ara birsimizge hakiki yaxşı ahlak bilen bulalaydigan bolsak, bizge din hidayet üretken, bizni dünya ve ahiret baxtsiyotiga erişishimiz üçün hidayetke başlayatgan ilim ehlerimizge karşı fitne qo'zg'ash, ular bizning dünya ve ahiret baxtsiyotiga erişishimiz üçün kuyvasta biz ularga her türlük betnam töhmetlerini çaplaş, ya ki
ularning azroq aybini tutilib, xuddi bir chapanning kichik biri yetib kelsa, yitqidan qo'limizni tiqib, hammani yetayotgandek, o'zimizningki rahbarlari, ustozlari, yetakchilarini, siyosiylarni, bo'libmi diniy ulamolarini rasvo qilishga, ularni tushirishga tirishchanlik qiladigan dushmanimiz kafir zolimlarning ashaddiy dushmanlik qilayotgan Xitoy kommunistlarining ismlari ya ularning qilayotgan zulmlari bizning og'zimizga chiqmaydigan, ularning tajovuzliklarini esimizga ololmaydigan, ularning yomon ayblarini esimizga ololmaydigan, ular qilayotgan zulmni yoki ular qilayotgan barliq faşizlikni dunyoga yevatgan barliq tajovuzchilikni so'zlashdan andish qilib, uyimizda o'ltiribmi kafir zolimlardan qo'qishga ulguradigan, lekin Alloh taoladan haqqi qo'rqqanligimiz uchun ulamolarimiz, ustozlarimizninki ayb nuqsonlarini yoki yo'q ayblarni ularga chaplash orqali tuhmat qilishni buningdan yanmaydigan mana shundoq fitna, har turli qiliqlarni xalqimizning barliq musulmonlarning qilishidan doim ogoh bo'lishimiz kerak. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yuqorida oraning buzishi dinning yo'qolishi degan. Biz dunyo va oxiratning haqiqiy baxt soatiga erishimiz davosak, biz ulamolarimizga to'g'ri muomala qilishga yuzlangan vaqtimizda, go'zal axloqqa tirishgan vaqtimizda, ondan biz Allah subhanahu va taolaning dunyo va oxirat baxt soatiga erisha olamiz. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda mundaq deydi: Astagfirullah va la yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Sura Maida 8-oyat. Sizlarni bir qavmga o'chmanlik qilish, adillik qilmaslikqa zo'rlamasin. Adillik qilinglar. Adillik qilish taqvoga yaqindir degan. Bu oyat to'g'riliq Shayxul Islom Ibn Taymiy shunday degan. Allah subhanahu va taala zolim kafirni o'chkirishga buyurganligini mush oyatdan biz bila olamiz. O'zi o'chkirishga buyurgan shu zolimg'ima biz muomala qilgan vaqtida adillik bilan muomala qilishga Alloh taolo buyurgan. Undaq bo'lgan yerda hargiz mu'min qarindishingga, mu'minlarga zulm qiladigan ishni qilib qolmaslik lozim deganlikni bu oyat alohida bildirdi deydi. Demak, biz ulamolarga birinchi qilib iymoniy qarindoshlik tufaylidan ularga hurmat qilib, ularni ayblash, ularga tuhmat qilish, ularning g'aybatini qilish bizga durust emas qarindoshlarimiz. Balki ularning yanida haq adolatni ustun qilish yo'lida birga turish bizning ustimizga vojib. Ikkinchi qilib, ular boshqa bizning musulmon qarindoshlarimiz qarta bizdan martaba jihatda Alloh taolaning hidoyati Qur'on hadisga uyg'un amallam qilgan bo'lsa, bizdan martaba jihatda yuqori. Biz boshqa musulmonlar oldi qiladigan, ular qarta qitgan mas'uliyatimizdan ulamolar qitgan mas'uliyatimiz ikki hissa. Birisi iymoniy qarindoshlik tufaylidan ularga yaxshi muomala qilish mas'uliyatimiz va ikkinchi qilib ular bizga haq adolatni, din hidoyatni yetkazganlik tufaylidan ham Alloh taolo ularni bizdan darajatni yuqori qilganlik tufaylidan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning varis qilganlik tufaylidan, payg'ambar alayhisolatu vasallamni hurmatlashdan qapqasa, payg'ambar alayhisolam biz qo'ygan omonatni haqqi hurmatlaydigan kishilar biz davosak, ulamolarni hurmatlash bizningki har qandaq bir musulmon qarindoshni hurmatlashdan yuqori o'rin turadigan, payg'ambarni hurmatlaganlikning o'rnida payg'ambarni hurmatlashdan qapqasi hurmatlash gadimizga vojib bo'ladigan yana bir mas'uliyatimiz bor qarindoshlarimiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astagfirullah yarfa'illohu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Alloh subhanahu va taolo sizlardan iymon etgan kishilarni yuqori ko'tardi va ilm berilgan kishilarni darajalarga ko'tardi dedi. Birinchi qilib Alloh taolo nima dedi?
iman etgan kishilarni yuqori ko'tardi. Har qanday iman etgan odamlarning martabasi yuqori. Ularning qani halol, haram, mili haram, yüz abroyu haram. Şu qatada ulamalarning mı imanlik qatarida bo'lsam, ularning mı shundaq yüz abroyu, qani, mili hammasi haram. Onun qapqasa ilim birilgan kishilarni yana bir qancha daraja yuqori ko'tarib dedi. Uni ma'nosima imanlik qarindoshlik uchun qiladigan yaxshilik hammadamga am bo'lsa, ulamalarga qiladigan yaxshiligingiz mushundan qapqasa, yana ikkinchi mas'uliyatingizki imoniy qarindoshlikni hurmatlab yaxshilik qilishdan qapqasılam ilmini hurmatlab ularni hurmatlashingiz imoniy qarindoshlikdan ilim ahli qarindoshligini iymonnizga o'rgatganlik uchun yuqori bilib, hurmat qilib, payg'ambarning o'rnida ko'rib, ularni hurmat qilish mas'uliyatingiz bor. Deganlikni iborat bo'lgan, xususiy bo'lgan vazifani Alloh subhanahu va taolo biz musulmonlarga topshirdi. Shuning uchun har bir musulmonlar ilm ahlini hurmatlashga, ularning ilmini hurmatlashga tirishchilik qilsak, ondan dunyo va oxiratning baxt saoatiga erishamiz. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxiratning baxt saoatiga erishishni nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain.